Qonunchiligimizga ko'ra 18 yoshga to'lgan fuqaro saylash huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. Men saylov kuni 18 yoshga to'laman. Shunda saylovda ishtirok eta olamanmi? Bir narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, saylov kuni 18 yoshga hatto to'lgan fuqaro ham qonunchiligimizga ko'ra saylash huquqiga ega bo'ladi va unga bu huquqni amalga oshirish uchun tegishli saylov uchastkasi unga sharoit yaratib beradi. Bunda avvalambor saylovchilarning ro'yxati tuzilganda har bitta fuqaroni tug'ilgan yili va sanasi alohida inobatga olinib, belgilab qo'yiladi. Inobatga olinadigan alohida e'tiborga molik jihatimiz borki, agar kuzatgan bo'lsangiz, tajribada aynan saylov kuni 18 yoshga to'lgan fuqarolar saylov komissiyalari tomonidan alohida hurmat va e'tibor bilan yosh kelajak avlodlarimiz vakillari sifatida ularni tabriklanadi. Ya'ni bu fuqaro ham O'zbekiston vatanimizni taraqqiyoti uchun ovoz beryapti. Buning ovozi ham mamlakat taraqqiyoti uchun nihoyatda muhim ahamiyatga egaligi nuqtai nazardan baholanadi. Saylov kuni va kuniga qadar 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari bir xil teng saylov huquqini amalga oshirishlari mumkin.